Salom bilan Timur. O'zi yaqindagina Samsung o'zini flagmanskiy Galaxy S25 Ultra telefonini chiqargan edi va uni orqasidan o'rta sinfga mansub bo'lgan bir telefonni chiqardi. Bu hammamiz bilgan Galaxy A56. Da, buni o'ziga o'xshagan prochishkalari ham bor. A26, A36 bundan arzonroq, lekin meni fikrim bo'yicha A lineykani paxani bu A56 do'stlar. Kim fikrimga qo'shilsa, kommentariyalarga yozib ketinglar. Ushbu telefonning narxi $365, 128 GB versiyasi uchun. Men tekshirib ko'rmoqchiman, qanchalik bu telefon o'z puliga arziydi, sotib olsa bo'ladimi yoki bu pulga boshqa telefonlarni ham ko'rib chiqish kerakmi? Xabaringiz bor, Samsung ham faqatgina texnika chiqarishdan tashqari o'z ekotizimini ham rivojlantirishni boshladi, Apple ga o'xshab. Masalan, telefon, soat, uyingizdagi pilisos, televizor, xolodilnik hammasi o'zaro ishlashni o'rgangan. Lekin zo'r ekotizim degani bu faqat chet el ekotizim deganlari emas. Bizda ham qulay, hayotni osonlashtiradigan va birgalikda ishlaydigan servislar ham bor. Masalan, Yandex Plus bu bitta podpiska bo'lib, u sizga musiqa, filmlar, taksi uchun cashback va ovqatni bepul yetkazib berish imkonini beradi. Eng muhimi, bularning barchasi bitta xizmatning ichida jamlangan va har bir inson uchun qulayliklar yaratilgan. Masalan, hozir 10 ming so'mga nima sotib olish mumkin? Deyarli hech narsa, to'g'rimi? Ammo Yandex Plus orqali butun bir oylik obunani olishingiz mumkin. U sizga Kinopoyestdagi filmlar va seriallarga to'liq kirish imkonini beradi. Shuningdek, Yandex Music podkastlari bilan katta tanlovga ega Yandex Booksga to'liq kirish imkonini beradi. Masalan, Yandex Music meni Moya Valna xizmati bilan o'ziga jalb qildi. U menga o'zimga yoqadigan ashulalarni yuqori ehtimollik bilan chiqarib beradi. Yandex Books esa o'qish jarayonidan to'g'ridan-to'g'ri audio kitobni tinglashga o'tib ketish xususiyati bilan yoqdi. Juda ham qulay. Bulardan tashqari eng muhim joyi shundaki, men ovqat yetkazib berish uchun pul to'lamayman. Yandex Yeda orqali ovqatga buyurtma berish juda ham ekonomli chiqyapti. Bilasizmi yoki yo'q, men shaxsiy mashinamda chas pik paytida ko'chaga chiqib mashina haydashni yoqtirmayman. Aynan shu paytda men Yandex Go taksisidan foydalanaman. Ushbu xizmatdan uncha ko'p foydalanmasam ham, Plus obunasi orqali menga berilgan cashback ballarini anchasini yig'ib qo'yganman. Va bu cashbacklar bilan men to'lab ham ketishim mumkin, pulim bo'lmagan paytda. O'zim shu podpiskadan foydalanaman, o'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilyapman. Yandex Plusga obuna bo'lish uchun havolasini opisaniyada qoldirib ketdim. Tak, ochib ko'rishimizdan oldin sizlar meni hamisha ayblab kelasizlar. Masalan, qaysidir rus bloger yoki amerikalik bloger o'zini kanalida bironta fakt narsani aytib chiqsa va men ham keyin xuddi o'sha fakt narsani aytib chiqsam, tekis chopibsiz deysizlar, o'g'irlabsiz mana bu kanaldan deysizlar. Lekin vaholanki u oddiy fakt, xuddi matematika Afrikada ham matematikadek. Samsung esa o'zini byudjetniy telefonlarini korobka tizimini, ya'ni upakovkasini nagli o'g'irlasa, gapirmaysizlar, uni ham gapiringlar-da. Qani, adolat. Xo'sh, vaqt keldi, ketdik. Telefonni o'zi hali to'xtab turing. Upakovkasini to'liqligicha ko'raylik. Qarang, nimagadir ular nima degan gap bu? Mana nima degan gap? Yopishib qoladi. Tak, Samsung. Okay. Skrepka qanday ochiladi bu? Ha, bu yo'ldan ochiladi ekan. Kolxozimizda makulatura USB Type-C to Type-C bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Korobkasi juda ham skromniy. Tak, telefonni o'zi birdan aytay, qo'lda turishi juda ham yoqimli ekan. Nega? Chunki buni atrof ramkalari wow, shlifovanный alyuminiy menimcha, da, alyuminiy. Qarang. Mana bu tarafini qarang, qanaqa astravok qilib qo'yibdi. Gap bo'lishi mumkin emas, yoqamiz. Tak, birinchi hissiyot juda ham yaxshi, juda ham yoqdi menga. Masalan, A lineykadagi telefonlar qo'lda bu darajada qimmat turmas edi. Mana shu narsani ham inobatga olish kerak. Umuman qolganda meni hissiyotlarim положительный. Kamera tizimini ham o'zgartirishibdi. Ya'ni oldin svetofor tizim bo'lar edi, ana endi o'sha svetoforning ustiga ramka qo'yib qo'yishibdi. Menimcha bu dizayn bilasizlar nimani eslatyapti? iPhone 10, iPhone 10s, iPhone 10s Max. Kimdan chopyapti endi? Chap qirrasida hech vaqo yo'q, lekin o'ng qirrasidagi mana bu power knopka uchun, mana bu ovozni regulirovka qiluvchi knopka uchun maxsus bir orolchani chiqarib qo'yishibdi va buni teksturasi bu yerdagi teksturadan farq qiladi. Mana shu tarafi menga yoqdi do'stlar. Mana xush kelibsiz, o'zbek tilida meni qarshi olyapti. Juda ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Buni tagiga nima soqol qoldingiz? Qarang.
O'zi shundoq ham atrof ramkalari u darajada ingichka emas. Ha, buni tushunsa bo'ladi, chunki bu flagmanskiy telefon emas. Lekin tagini nima uchun yana soqol qoldirdilar? Hamma joyini chiroyli qilibsizlar, faqat tagiga soqol qoldiribsizlar. Tashqi ko'rinishi $365 ga 15 ta kam tortyapti, lekin ichkarisi ham tortarmikan? Menga ozroq vaqt bering, men hozir buni aktivatsiya qilib, o'yin prilojeniyalarini yuklab olay, ana undan keyin oldinga qaytib kelaman. Xo'sh, aktivatsiya ishlarini qilib bo'ldik. Ana endi o'zi haqida gaplashamiz. Smartfon kutilganidek og'ir. Yetarlicha darajada og'ir desa ham bo'ladi. Lekin bu narsani tushunsa bo'ladi. Nega? Chunki oldi tarafida ham, orqa tarafida ham Gorilla Glass Victus Plus shishalari turibdi. Atrof ramkalari esa boya aytganimdek alyuminiydan qilingan. Galaxy A56 ni qo'lingizda ushlaganingizda zich va sifatli ravishda terilgan telefonligi sezilib turadi, tan olish kerak. Lekin mana bu qirralari o'tkir bo'lganligi uchun qo'lga botar ekan. Mana shu tarafi ham bor. Bekorga aytishmaydi-ku, krasota требует жертв deb. Lekin, masalan qarang, hayotingizda hamma narsa gul bo'lib ketgan paytida обязательно bitta narsa chichilib turgan bo'ladi. Boya gapga qaytamiz. Bunda ham hamma joyini maksimal darajada chiroyli qilishga harakat qilganda, displeyni tagiga kelganda chichib qo'yishgan. Bu telefonning dizayneri bor-ku, mana shu ekranni dizaynini tuzatgan paytida atrof ramkalarini, hamma joyini perimetrini bir xil ingichkalikda qilganda, pastaga kelgan paytida hojatxonaga borgisi kelib qolganmi yo bironta eshmat chaqirib qolganmi bilmayman. Lekin A55 ga taqqoslasak, buni vazni ozgina bo'lsa-da kamaygan. Lekin bu ma'lumot kimga kerak? Nima uchun men bu haqida gapiryapman? O'zim ham tushunmayapman. Chunki telefonni gramaji bilan odamlarning nima ishi bor? Ozroq og'irroqmi, ozroq yengilroqmi? Muhimi, eng kerakli paytda parod qilib qo'ymasa bo'ldi-da. Ranglarga kelsak, seriy, mana bunaqa to'mna seriy, zaytun va pushti rang. Menga to'g'risini aytsam, mana shu pushti rangi ko'proq yoqdi. Masalan, ayolingizga yoki singlingizga sovg'a qilishga juda ham yaxshi rang ekan. Agarda bu telefonni pisand qilishsa albatta. Kerakli xususiyatlaridan biri bu IP67 standarti bo'yicha changdan va suvdan himoyalangan. Masalan, oldimizda yoz, yaqinda basseyn bo'ladi, hamma suvni tagida rasmga olgisi keladi. 1 metrgacha tushirsa bo'ladi ekan, lekin undan pastiga maslahat bermayman. Tushunarsiz narsalardan esa bu yerda micro SD uchun slotni olib tashlashibdi. Masalan, A55 da u slot bor edi. Displeyning razmeri esa ozgina o'sibdi. Bunda 6.7 dyuymlik Full HD Plus AMOLED displey turibdi. 120 Hz albatta bor, usiz hozir qayerga ham borar edik. 1 dyuym ichidagi piksellarning soni 385 ppi va maksimal yorug'ligi 1900 nit. Menimcha, hozirgi talablar uchun buni ekrani keragidan ortiq darajada o'z funksiyasini bajarib beradi. Bu smartfonda 4 nanometrlik va 8 gidrolik Exynos 1580 protsessori turgan ekan. Samsungning aytishicha bo'yicha A55 ni mo'shinsiga qaraganda 15% ga o'sib deymish. Biz A55 ni obzor qilganmiz kanalda, ko'rishingiz mumkin, если что. Endi mana qaysi go'rdan hozir men uni eslayman, mo'shnisini, чтобы bu bilan taqqoslab ko'rish uchun. Umuman menga farqi yo'q, to'g'risi. Muhimi, kerakli vaqtda yaxshi ishlab bersa bo'ldi bu janovar. Operativ xotirasi 8 GB. Agarda sizga mabodo o'sha 8 GB yetmay qolsa, yana 8 GB ni flash xotiradan tortib olib beradi sistema. Shu gap desa qop, ish desa Samarqanddan top degani shu bo'lsa kerak. Nimaga men bunaqa deyapman? Chunki kundalik hayotda oddiy ishlatishda yangi telefonning interfeysida mikro friz va qochishlar bor. Mana hozir mana ko'rdingizmi? Va qanaqa qilib bu narsa yangi telefonda bo'lishi mumkin. Men tim bo'li bunga hali uncha ko'p narsa o'rnatganim yo'q. O'zini mana встроенный приложениялari bor. Men PUBG, Call of Duty, Geekbench, AIDA o'rnatdim-da va bu byudjetli telefon emas, bu o'rta sinfga mansub bo'lgan telefon, lekin mikrofrizlar bor. Bular juda ham yoqimsiz. Ya'ni qisqaroq qilib aytsam, obolochkasi uncha tez emas. Masalan, operativ xotirani yetmaganida flash xotiradan olib bergani bu geymerlar uchun yoki-da telefoniga har xil videolar tushiradigan odamlar uchun yoqmaydi. Chunki $365 bu yo'g'i 128 GB flash xotira uchun. Sistemangizni o'zi taxminan 20 GB ni olib tursa, yana operativ xotiram yerdan 8 GB ni olib tashlasa, sizda o'zingizga nima qoladi? Nima bunda o'yin o'ynab bo'lmaydimi desangiz agar, o'ynasa bo'ladi. Masalan, Call of Duty ni pastroq nastroykalarga qo'yib, FPS ni ko'tarib o'ynasa bo'ladi, lekin bundan o'yin shinavandalari zavq olmaydi-ku axir. Itak do'stlar, PUBG ga kirdik, настройкаga kiramiz. Oy, что это такое? Nima bo'lyapti? Buncha qotadi bu. Grafikaga kiramiz. Plavniga qo'yamiz va bu yerda maksimalniy
nimasi chistota kadrov ekstrem beryapti. Bilsangiz agar ekstrem degani bu 60 fps degani. Masalan, iPhone 15 Pro Max yoki 16 Pro Maxlarda mana bu yerda yana ikkita vыбор bo'ladi mana bu yerda. Extreme Plus bo'ladi, keyin yana Ultrami bir narsa bo'ladi, короче. Extreme Plus degani 90 fps, keyingisi 120 fps degani. Mana biz 60 fps ga qo'ydik va bu yerda biz fps counterni ham yoqib qo'yganmiz. Mana bu yerda hozir 30 ko'rsatyapti. Endi nachatni bosamizda hozir o'yin jarayonida ko'ramiz. Xo'sh do'stlar, qarang. Da 58, 59, 60, 61 fps beryapti. Lekin hali o'yin boshlangani yo'q. O'yin boshlaganda, perestrelka bo'lganda nima bo'ladi bilmayman. Lekin hozir u darajasiga ham yetib boramiz. Parashyutdan tushamiz, balo-battar qilamiz. No, mana menimcha o'yin boshlangandan keyin ham shunaqa fps ushlab beradi, mana 60. Lekin ba'zida mana qarang. Ba'zida qanaqadir mikro qochishlarini sezdim, mana. Ko'rdingizmi, ora-chorada bir chiqib qolyapti. Qani ko'ramiz, stabil ushlab beradimi yo'qmi? Ne, tomga tushdik biz, tomga tushish kerak emas edi. Так. Ой, что-то men iPhone'ni anosiga izglajivanyasiga o'rganib qolibman. O'zi yo'qmas. Chidasa bo'ladi do'stlar. Bir xil telefonlar bor, bundan battar PUBG'da ahvol. Lekin o'shanaqa telefonlarda ham odamlar bor, moderatsiya qiladi o'ynashga. O qivizi bor ekan. Qani kim bor? Kelinglar bir otishma qilaylik o'zigina. Men giroskopni yoqmagan ekanman. O'shaning uchun menga stromna bo'lyapti do'stlar. Giroskop bilan o'ynayman-da mana bunaqa qilib. Giroskop yonmagan ekan. O'shaning uchun. No, mana 60 fps stabilni beryapti, ko'ryapsiz-a? Geekbenchda esa mana bunaqa natijalarni ko'rsatyapti. Znatoklar bo'lsa o'zlari tushunib oladi qay darajadagi kuchli telefonligini. Ovoz chiqarishga kelsak. Eshitib ko'ramiz. Stereo zvuk bunda bor, lekin ikkinchi dinamikni funksiyasini telefonda gaplashadigan dinamikcha bor, kichkinagina o'sha bajarib beryapti. Uni ovozi juda ham past, основнойga qaraganda. No, lekin bu segmentdagi telefon uchun menimcha bu normal holat, chunki buni jo'ralarida ham shu ahvolda. Оболочкasiga kelsak, bunda Android 15 ni ustidan One UI 7 оболочкасini o'rnatib qo'yishibdi. Yangiliklardan Galaxy S25 da bor, Now Bar bor-ku, lock screenda chiqadigan. Mana bunda hozir o'rnatmadim. Normal bu yerda pagodani ko'rsatadi, qanaqa uxlaganingizni ko'rsatadi, и так далее. Shunaqa narsa paydo bo'libdi. Qanchalik kerak u bilmayman. O'zim ishlatmayman unaqa narsalarni, to'g'risi. Lekin mana shu Now Barga o'xshagan funksiyalar har kuni stabil holatda bir xil vaqtda chiqib ishlashi uchun bilasizmi nima bo'lishi kerak? Shu planetalar terilib bir xil riyadga turish kerak, yulduzga to'g'ri kelish kerak, quyosh kerakli tarafdan chiqib kelish kerak-da, chortba bering. Kameralari lekin meni ranjitdi. Nega deysizmi? Chunki Samsungdagilar uyalmasdan yangi A56 modelga A55 da turgan kameralarni shundoq olibdi-yu, shundoq qo'yib yuboribdi. U ulgur A55 chiqqan paytida ham o'shunda turgan kameralari ham yangi emas edi u payti. Xullas, asosiy kamerasi bunda 50 megapiksel, keng burchakli kamerasi 12 megapiksel va makro obyektivchasi ham bor ekan, 5 megapiksellik. Mana Nokia X2 da ham 5 megapiksellik kamerasi bor edi. 2x zoom bor, lekin bu optik zoom emas, balki bu softverniy zoom, ya'ni rasmingiz qirqilgani hisobiga, crop bo'lgani hisobiga zoom bo'ladi. No, Samsungdagilar uyalmasa ham bo'ladi, oddiy zoom qo'yganligi uchun. Nega? Chunki Apple o'zini $600 telefoniga ham biz optik zoom qo'ydik deb oddiy softverniy zoom qo'yib yuborgan. Tak что normal emas. Yana men xolisona fikr bermayman deysizlar-ya menga. Keling, mayli endi ko'ramiz rasmga qanaqa tushirishini. Endi video tushirishi. Do'stlar, bugun yana yomg'ir, bir haftadan beri yomg'ir yog'yapti. Shunaqa sharoitda bo'lsa ham biz video tushirishdan to'xtaganimiz yo'q. Yangi telefonlarni yomg'irga ham olib chiqib test qilamiz. Xo'sh do'stlar, qarang. Bu 4K 30 kadrda maksimum yoza oladi, chunki bu flagman emas-ku, o'zingiz ham bilasiz, shuning uchun shunisiga ham shukur. No, men o'zi 60 kadrga o'rganib qolganligim uchun mana playbackni ko'ryapman-ku, hozir ekranni bursam, qarasam, bunday qotayotgandek bo'ladi-da. Endi
erkalanib qolganimizda ozroq. Mana shunaqa videoga tushiradi. Mana. Bilasizlarmi, Xitoy telefonlarini tez zaryad olishiga juda ham o'rganib va erkalanib qolibmiz-da. Masalan, Apple yoki Samsungga kelganda ularni zaryad olish kuchi sal sekinroq va bu narsaga ujud chidashga to'g'ri kelyapti. Lekin mana bu telefonni korobkasining ichidan quvvatlagichi chiqmasa ham, bu telefon 45 vattgacha quvvat olish kuchini qo'llab-quvvatlay oladi ekan va bu juda ham quvonarli holat. Chunki Galaxy S25 flagmanskiy o'zi ultra emas, 25 vatt quvvat olish kuchini qo'llab-quvvatlaydi. Samsung uyalmaysizlarmi sizlar? Byudjet nega shunaqa funksiyalarni berib, mana bunga qo'ymaysizlarmi shu narsani? Xullas 45 vattlik quvvatlagichga zaryadga qo'ysangiz 0 dan 100% gacha taxminan 1 soat 10 minutlarda quvvat oladi ekan. Aytgancha, bunda 5000 mAh hajmga ega batareya o'rnatilgan, lekin afsuski simsiz quvvatlash tizimi va reversiv zaryadka yo'q. Tinmasdan ishlatsangiz agar to'liq zaryadi 7 soatga yetadi ekan va bu o'rtacha ko'rsatkich hisoblanadi. O'yin o'ynash rejimida esa sredniy yarkostda 1 soatiga taxminan 17 dan 20% gacha zaryadi ketadi ekan. Masalan, YouTube'da video ko'rib o'tirsangiz, tinmasdan to 1 soatda 6 dan 7% gacha quvvati ketadi ekan. Meni taassurotlarim va fikrimga keladigan bo'lsak, tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli, ajoyib. Menga bu safar bu telefon tashqi ko'rinishi ko'proq yoqdi. Masalan, A55 ga qaraganda yoki o'tgan yilga A54 ga qaraganda. Zo'r, ya'ni qimmatroq ko'rinishga ega bo'lgan, lekin nachinkasi, ya'ni protsessori, ekrani, kameralari hammasi eski. O'sha eski modellardan qolib ketgan eski zapchastlar bo'lsa kerak, endi lishniy olib tiqib yuborishgan mana shu yerga. Narxi esa 128 GB versiyasi uchun $365 va bu eng arzon narxi. Agar bozorlarda izlasangiz, eng arzoni shu narxga topasiz. Agarda sotib olmoqchi bo'lsangiz, men opisaniyada nomer qoldiraman. O'sha nomerga telefon qilib sotib olishingiz mumkin masalan. Hozirgi zamonda odamlar o'sha 128 GB emas, balki 256 GB ni o'rta zolotaya seredina qilib olishyapti. Bu telefonda 256 GB li versiyasi esa $400 turadi. Karl, menimcha bu telefon uchun qimmat. Masalan, buni bratishkasi bor, outzolti, tashqi ko'rinishi ham, ekrani ham, kamerasi ham, balobatlar, hamma narsasi praktически bir xil. Faqat protsessori 12 Snapdragon 6 Gen 3 turibdi, operativ xotirasi esa 6 GB. Narxi bundan arzonroq. Yokida tashqi ko'rinish uncha chiroyli emas, lekin qiziqarliroq va puliga arziydiganroq Redmi Note 14 Pro ni o'zi bor. 2.880.000 so'm turadi. Mana o'zimga qo'yib berishsa, masalan, $365 ga bu telefonni emas, balki ikkinchi pokoleniya iPhone SE ni sotib olgan bo'lar edim. Men uchun shaxsan o'sha to'g'riroq qaror bo'lar edi. Ko'pchilik menga Instagramda yozdi-da, Timur aka, bu telefonni ham berib yubormaysizmi deb. Bilasizmi do'stlar? Bu telefon narxi $365, to'g'rimi? Buni 2 ga ko'paytirsa necha bo'ladi? $730 bo'ladi. Aslida birdan shuni 2 karrasini berib yuborsam bo'lmaydimi? Bo'ladi, to'g'rimi? $730 ga hozir nima olsa bo'ladi? iPhone 16 olsa bo'ladi. Yap-yangi pachkasi. Ana o'sha yap-yangi iPhone 16 ni men sizlarga berib yuboryapman. Uni yutib olish uchun opisaniyada Telegram kanalimni qoldirganman. Ana o'sha Telegram kanalimga o'tasiz, obuna bo'lasiz. Keyin tepada pin qilingan post bor. O'sha pin qilingan postni bosib ochsangiz, shuna shartlarni o'qib chiqasizda, postning tagida ishtirok etish degan tugmasini bosib qo'yasiz. Bo'ldi. O'sha yerda hamma narsasi yozilgan. Qachon rozigurush tugaydi, qachon boshlanadi, itagdali. Sovg'a qilish borasida ham, masalan, ikkalasining narxi bir xil, $365 ga Samsung A56 ni olsa bo'ladi yoki iPhone esa ikkinchi pokoleniyani olsa bo'ladi. Siz o'zingiz mana shu pulga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Qarindoshingizgami yo singlingizgami, akangizgami farqi yo'q. iPhone mi yoki mana bu Samsung nima? O'sha pulga. Men siz uchun javob bermayman, o'zim uchun javob beraman. Shaxsan men uchun bu pulga men iPhone esa ikkinchi pokoleniyani olardim-da, o'zim ham uyalib qolmayman. Solidniroq podarkda, короче. Tushundingizmi? Lekin agarda ko'nglingiz va ishqiz ketgan bo'lsa mana shu telefonga va bu obzorga hozir men buni olaman deb предвкушение kirgan bo'lsangiz, hozir настроениyangiz tushib turgan bo'lsa, настроениyangizni tushirmang. Endi bu o'zingizning shaxsiy fikringiz. Men sizni shaxsiy fikringizdan qaytarmayman. Shunchaki meni zadacham olib, o'zimni ko'zim bilan tahlil qilib, sizga uni chiqarib berish. Chunki men individualman. Hammani ko'zi bilan qarorlayman. Faqat o'zimni ko'zim bilan qarorlayman. Так что tushunasiz degan umiddaman. O'ylaymanki, sizga bu obzor yoqdi. Agarda shunday bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy. Nima dedim? Nima bo'lib ketdi? Voy, bir nimalar bo'lib ketdi-da. Xullas, bilasizlarmi? Masalan, bu telefon bo'lmasa qaysi desangiz, A36 arzonroq, menimcha puliga ko'proq arziydi. Yoki Redmi Note 14 Pro. Viduxa kerak bo'lsa, mayli oling, hay. Nima deyman endi?